Arsenal zo'r ta'rif berilgan. Biror bir jamoa xohlamaydigan raqib. Yutish qiyin jamoa. Benzemali kulib qo'yardi-yu, raqib gol ursa kulib turardi-da, sovuqqonlik bilan urib ketardi. Men shunaqa narsa yetishmayapti nazarimda. Yamalli trivialalar buket qilingan, ya'ni hamma ko'p trivialalarni yig'ilgan videoni qo'ydimda Instagramga bir 90% Ferranga bo'lgan ekanda. Hech nima bo'lmagan keyin undan keyin. Xarakter evaziga, tajriba evaziga bu o'yinni olib chiqib keta oladi. Lekin rostdan ham hozir aytilgandan keyin o'ylab qoldim, agar Pedri bo'lmasa qiyin. Nimani evaziga Real endi deylik Myunxenda boshqacha natija ko'rsatishi mumkin. Ya'ni g'alaba qozonishi mumkin. Barselonada bor deb o'ylayman. Misol uchun, Barselona javob uchrashuvini mehmonda o'tkazsa ham, lekin Liverpoolga Anfieldda ishonmayman. Yevropa Chempionlar Ligasida seshanba va chorshanbada 4 ta o'yin bo'lib o'tdi. Davron aka 8 ta gol kiritildi. Ya'ni bunday olib qarasak, hech qaysida yirik hisob qayd etilmadi. To'g'ri, ba'zi uchrashuvlarda bir jamoa ustunlikka ega bo'ldi, katta ustunlikka ega bo'ldi, ammo buni hisobga ko'chira olmadi har holda. Mana shu rakursdan olib qaraydigan bo'lsak, ketma-ketlikda, o'sha xronologik ketma-ketlikda boshlaylikda, birinchi kunning asosiy o'yini deb qaralgan Real Bavariya. Haril aka, Madridda birinchi o'yin o'tdi va 1-2 hisobda yakunlandi. Favqulodda vaziyatlar ko'p uchrashuv bo'ldi. Nazarimda o'zi kutilgandi, ikkita jamoa ham yaxshi hujumkor o'ynashi mumkin, lekin nimagadir atrofda agar izohlarni, munosabatni o'qiydigan bo'lsak, haligi tempi juda yuqori o'yin ko'rganini hamma e'tirof etyapti. Siz saqlab ham bordingiz, o'yinni ichida edingiz, qanday kechdi jarayon va Bavariyaning ustunligini hamma kutgandi-yu, ammo Realdan kutmagandim. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, Real bir qandaydir kutilmagan voqeani taqdim etdim. Menimcha kutilmagan voqea emas, chunki Real qachon bir yaxshi o'ynashni boshladi, qachonki 0-2 hisobda orqada borayotganda. Endi birinchi bo'limda bu uslublar o'rtasidagi to'qnashuv edi, xuddi Atletico Barselona kabi bir jamoa dominant. Garchi mehmonda o'ynayotgan bo'lsa ham, chunki ko'rdik dastlabki daqiqalarda Bavariya yuqori pressingda o'ynadi. Dayo Upamecano gol urib qo'yganda, deyarli bo'sh qolgan darvoza edi. Keyin ham Real himoyachilari tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar, himoyadan chiqishdagi no'noqlik bilinib turdi-da. Bu Bavariyani juda katta bosim o'tkazayotgandan dalolat beradi. Futbolchilar, Real futbolchilari bunaqa vaziyatga tushish uchun raqib jamoa haddan tashqari ko'p bosim o'tkazish kerak edi. Chunki ko'p xatolar bo'ldi, faqat chiqarib yuborishdi. Shuning uchun men bu o'yinni ikkiga bo'lgan bo'lardimki, Real devorga taqalganda o'ynashni boshladi. Doimgidek. 0-2 bo'ldi. O'shandan keyin hisob yiriklashib ketishidan cho'chidi shekilli va butunlay hammasi boy berilishini tushundi. Keyin Bavariya ham baribir 2-0 komfort mehmonda sal tashlab o'ynagandek bo'ldi. O'zimman ikkalasini gol qilgan vaziyatlariga qarasak, nazdimda Realning gol qilgan vaziyatlarida hayajon bor edi. Nimagadir mana yaqinda kimdir aytdi-yu, Italiya terma jamoasi haqida gapirganda, Italiyada juda ko'p hujumchilar gol urisha olmaydi. Masalan, Ferran Torresni misol keltirishadi ko'pincha, lekin qiyin vaziyatdan gol urishadi. Zo'r nimadan bu desa, bosimdan dedi. Ya'ni zo'r vaziyatga chiqqandan keyin oqibatidan cho'chib turib, futbolchi hali sovuq bosh bilan tepa olmay qoladi. Italiyada shu muammo deb turib, bitta tahlil qilib bergandi-da. Shu narsa Realda sezilib turdi. Misol Mbappening vaziyatida ham to'g'ri, Noyer ham fantastik o'yin o'tkazdi-yu. 0-0 gacha Noyer turib berdi. Chog'li birinchi golgacha turib berdi, lekin nisbatan uzoqdan urilgan gollar edi. Bo'sh qolgan darvoza misol uchun deyarli. Bu yerda Noyer qutqara olmasa agar to'g'riroq tepganda, birinchi harakatda Vinicius 2-3 ta bo'ldi-da. Shu paytda nazdimda o'sha bosim urmay qolsa nima bo'ladi degan narsa hujumchini ancha sarosimaga soladi. Lekin qiyin vaziyatdan urib uradi misol uchun. Bavariyani gol qilgan vaziyatlarda natijani ta'siri bo'lib turdi, faktori bo'lib turdi. Bari 2-0 da ketyapti, boshqa qilyapti. Ularda hayajon yo'q edi. Ular ustunroq o'ynashdi o'zi butun o'yin davomida. XG'da ham 4 ga yaqin vaziyat, bunda 3 ga yaqin vaziyat, chunki Realda ham zo'r vaziyatlar bo'ldi, qochib ketishlar boshqalar. Ikkinchi bo'lim endi aynan o'sha Harry Kane dastlabki 22-sekundda gol urib qo'ygandan keyin butunlay kartalarni ochib yubordi. Men juda ham yoqdi. Ali Lukomskiy zo'r ta'riflabdi-yu. Ikkinchi bo'limni highlights'i 45 daqiqa bo'lishi kerak. Rostdan shunaqa bo'lib ketdi. Va
ayni shu voqealar rivoji bizga shunaqa bo'limni hadya etdi deb o'ylayman. O'zi umumiy 40 ta zarbada Davron aka, ya'ni 20 tadan zarba yo'lladi jamoalar, ikkalasi ham 2 xG'dan oshirdi. O'sha 0-0 vaqtida ham mani ko'rishim shunaqaki, Realda imkoniyatlar ko'p bo'ldi. Ya'ni qutqarib turdi Noyer vaziyatlar o'sha 0-0 gacha, ya'ni Bavariyaning birinchi goligacha Noyer turib berdi. Masalan, Mbappeda o'sha oldinga chiqishlar bo'ldi, shu burchakka zarbalar bo'ldi yoki yaqin masofadan o'sha Noyer haligi belgi qilib qaytardi-ku. Tizza bilan. Ha, tizza bilan qaytardi-ku. O'sha vaziyat bo'ldi. Ya'ni Realda ham mana 3 kunmi 4 kun oldin Mallorca bilan juda muammolarga uchragan Realda ham oldingi chiziqda juda ko'p vaziyatlar yuzaga kela boshladi. Va mani Bavariya himoyasi ajablantirdi bunaqa nuqsonlar bilan. Lekin boshqa tarafdan Bavariya himoyasini o'sha Bundesligada ham yaqinda o'sha 3-2 qildi, biz romantika qilib comeback dedik-ku, lekin aslida ikkita gol o'tkazib yuborgan. Davron aka, sizni masalan tarkiblar e'lon qilinganda e'tiboringizga tushgan qanaqadir jihat bo'ldimi? O'zimman birinchi taym, o'yinning birinchi qismi, birinchi golgacha bo'lgan qismi teng kechayotgandi degan fikrga qo'shilasizmi? Qo'shilaman, chunki misol uchun ko'pchilik baribir Bavariyadan ko'proq narsa kutdi. Favorit, hozirgi kunda fantastik formada, Real muammoli deyilgan joyda birinchi taymda misol ikkala 8 tadan hujum, Realda aniq zarba ko'proq, Noyer ko'proq ishga tushdi. Bavariya ega bo'lgan vaziyatlarda esa Real haqiqatan ham o'sha o'ziga o'zi olib keldi-da, ya'ni oddiy vaziyatda to'pni oldirib qo'yish, Carrerasning xatolari, Gnabry urganda misol o'yin birinchi taym o'zida yanada ochilib ketishi mumkin edi. Vaziyatlar bo'yicha qolishmadi Real, shuning uchun meni o'ylashimcha o'sha birinchi taym ikkala jamoaning kuch taqsimotini konkret ko'rsatib berdi. Ya'ni Bavariya bari tizimliroq o'ynadi. Tizimliroq, bir yaxlitlik kuzatildi, mexanizmdek ko'rindi. Endi Real vaqti bilan o'sha o'tkir hujumlari, Mbappeni qochib ketishlari, asosan urg'u shunga berildi. Ichkaridan kim to'pni qabul qilsa, markaz orqali Mbappeni oldinga tashlashga harakat qildi. Ba'zida bu pozitsiyada Vinicius paydo bo'ldi va bu ishlashi mumkin edi. Va balki o'sha ikkita Bavariyani goli bo'lmaganda jamoalar 1-0 ga o'ynashi ham mumkin edi. Ammo lekin men birinchi uchrashuvdayoq bunaqa ko'p hujum tashkil etilishini ham kutmadim-da. Men uchun shu tomoni ham qiziqarli bo'ldi. Nisbatan Real ikkinchi raqam bo'lib o'ynasa kerak, yopiqroq futbol ko'rsatsa kerak deb o'ylagandim, lekin Real gol urishga intilaverdi, Madridni o'zida hal qilishga intildi. Qaysidir ma'noda bunga erishishga yaqin edi. Faqat o'sha Manuel Noyerning mahoratini qayta e'tirof etyapmiz. O'zi menda o'sha sharhda ham gaplashdik-ku, menda ikkita futbolchi bor edi, Olise bilan Noyer eng yaxshi futbolchi deb topiladigan. Men Oliseni to'g'risi yana qaytadan kashf qilyapman har uchrashuvda. Buni o'ziga bo'lgan ishonchi, buni bemalol driblingga kirib borishi, buni sheriklarini his eta olishi, Doku emasda. Yo'q, esingizda bo'lsa bir gaplashganda o'ng qanot masalasida Yamal masalasi ko'tarilganda, men Olise deganda siz ajablangansiz. Yamal liga qo'shilgandimi, lekin masalan Olise raqobat qila oladi degan ma'noda aytgandim. Shu darajada yaxshi mavsum o'tkazyapti. Shu fikr to'g'ri bo'lgan ekan, haqiqatdan ham. Hozir shu kecha kunduzda Yamal darajasida ekan. Ba'zida balki ustun ham kelib qolaman. To'g'risi, o'sha yaxshiroqda Yamal. Bundesligani har bitta uchrashuvini kuzatmaganim balki meni shu fikrga olib kelgandir-u. Lekin mana hozir Sinchkolik bilan kuzatib, sharhlab, bevosita jarayonning ichini o'rganib chiqqanimizdan keyin foydali harakatlari ko'p ekan. Dribling o'z yo'liga, bu Doku varianti, tinmay dribling ishlatish, dribling plus effektiv harakatlar, bu boshqa darajaga olib chiqadi futbolchi. Yamalda shu bor. Dribling plus effektiv harakatlar jamoani torta oladi. Oliseda bu o'ta nima deydi, sayqallangan ekanda. Va sovuqqonroq. Va unga ideal sherik keyin bo'lib chiqyapti-da. Shunaqa-da, mana hozir menimcha biz mana shu suhbatimizni eng joyiga darhol kelib qoldik. Hali Barselonaga o'tganimizda to'xtalamiz-u. Ya'ni Bavariyada uchlik deyilganda, masalan, Barselonada ham uchlik bor oldin. To'g'ri, bu mavsum juda kam o'ynashdi ular bir vaqtda, ya'ni Rafinha, Yamal hamda deylik Lewandowski yoki Ferran. Endi Lewandowski idealda.
Lekin Bavariyadagi uchlik mavsum avvaldan beri o'zi yaxshi harakat qiladi va ko'proq vaqt o'tkazishdi va endi tan olish kerak, Barselonada hozir na deylik oldinda Keyn darajasidagi hujumchi yoki deylik hatto uni o'rniga tushadigan darajadagi futbolchi ham yo'qda, misol uchun. Shu muammo. Mayli, Barselonaga o'tib ketmaymiz. Bavariya o'zida so'ramoqchiman-da, xayr lekin masalan, o'sha oldingi chiziq vakillari Noyer qancha e'tirof etishdan tashqari Bavariyada oldingi chiziqda uchalasi o'ynadi. Diaz ham gol urdi, Keyn gol urdi, gollarda ishtirok etishdi ular. Gnabry aqlli. Ha, Gnabry aqlli o'ynadi. O'zi Musialani jarohat olgandan keyin mana kompaniyada muammo bo'ladi deyishgandi yozdi. Lekin umuman sezilmadi bu masala, sezilmayapti hozircha. Mana shu Bavariyani hujum chizig'i hozir dunyodagi eng kuchli uchliga nazarimda. Eng kuchli desa bo'ladi, sababi agar taqsim qiladigan bo'lsak, rostdan ham hamma narsani teng olishyapti. Misol uchun Luis Diaz biroz boshqacharoq o'ynaydi. O'zi ikkita qanot futbolchilarida har xil vazifa bo'ladi-yu, juda bir-biriga o'xshash bo'lmasligi kerak. Hattoki almashib o'ynayotgan paytida boshqacha bir rang berish kerak bo'ladi. Bavariyada bu oldindan shakllanib ketadi. Statistikada ham shu ko'rsatkich bor va hozir bitta narsa to'g'ri aytib o'tildi. Musiala ketgandan keyin bitta jiddiy o'zgarishga qo'l urdi kompaniya. Stanishich yaxshiroq chiqdi va qanotga qo'yildi nihoyat. Har futbolchining o'zini o'rnini o'tdi. Xuddi Valverde voqeasi bo'ldi. Valverde o'ynayverdi, hamma shikoyat, ayoli ham hamma chiqdi va bitta oldinga chiqqandan keyin qanaqa effekt berdi. O'zi hujumga moslashganroq futbolchi-ku. Kimmix hujumga moslashgan futbolchi emas, lekin tempni boshqarish bo'yicha dunyodagi eng zo'rlardan bittasi. Kimmix o'zini ishini qilyapti-da. Kimmix o'zini ishini qilyapti degani, unga Pavlovga o'xshaganlar yordam berib tursa, oldindagilar erkin nafas olishadi. Ya'ni o'zlarining ishlarini qilishadi. Birovning ishi, futbolda eng muhim narsa shu, hamma o'zining ishini qilish kerak edi. Kimgadir boshqani ishi bu qolib ketsa, yamanli kechaga holati bo'ladi. Hamma narsa uni yelkasiga tushadi, o'zi kiradi, boshqa qiladi. Chunki balans yo'q. Narigi tomon shu narsani olmayapti. Rashford endi holini olmaydi. Rafinha emas. Buni hali gaplasharmiz. Shu tomondan Bavariya hozir shu paytgacha PSG sal raqobatlashishi mumkin. O'sha balansda unda ranglar ham ko'proq, Kvaratskhelia butunlay boshqacha, Due boshqacha, Dembele. Eng qizig'i Bavariya bor qudratini ko'rsatgandek-da, mana shu mavsumda. PSG ko'rsatdi. Shunaqa. PSG hali umuman yo'llar orasida kelib turib Liverpool bilan kecha 2-0 natija unaqa zo'r mastaru Enfieldga boradi, lekin hech kim qo'rqmayapti-da. Bavariyada o'rtacha chiziq mavsum avvaldan beri balandda, o'rtacha chiziq. PSJda pastdan ko'tarilib kelyapti va biz bilmaymiz qaysi nuqtada to'xtaydi. Chunki masalan eng qizig'i PSJda keyinga o'xshagan hujumchi yo'q. Ular voz kechib yuborishgan Mbappedan. Ya'ni o'tgan mavsum ham yo'q edi. To'g'ri, Dembeleni o'tkazib foydalanishdi, lekin amalda u 9 lik hujumchi yo'q. Chapdan kirib Kvaratskhelia uryapti, o'ngdan kirib Dembele uryapti. Juda vaziyat og'ir bo'lib qolsa, bosh bilan u yaxshi o'ynaydi deb yoki xaos ichida uradi. Ramush. Endi Bavariyani mana siz oldingi chizig'ini aytyapmiz. Nimaga Bavariyani ko'proq gaplashib boshlayapman? Chunki o'zi juda kam gapiramiz Bavariyani. Adolatsiz ravishda kam gapiramiz. Endi uni taqdiri shu. Bundesligada afsus, Bundesligani masalan La Liga yoki APL bilan solishtirib bo'lmaydi. Muhokama darajasini, ya'ni qiziqish darajasini. Holat shunaqa. Shaharning oxirgi tumani bo'ladi. Kam borishadi. Yo'l yoqasi bo'lmaganligi uchun. Facebookga shunaqa bo'lib qo'yadi. Shunaqa. Lekin o'sha yerda futbolni juda ko'p nima deydi, tendensiyalari belgilab beriladi. Odat. Masalan, kompaniyani ham nima qilishganda, ya'ni kompaniya APLga outsider jamoani olib chiqib, keyin muvaffaqiyatsiz qatnashgandan keyin uni karyerasi men uchun masalan, bu shunaqa shogird chiqdiki, ko'tarila olmasa kerak deb o'ylagandim. Bavariyaga tayinlanganda ham shubhalar bor edi. Hozir Germaniyada shuni yozishyapti, juda ko'p kutilmalarni ortig'i bilan bajaryapti kompaniya. Ya'ni Bavariya rahbariyati kompaniyani oxirgi mavsumiga emas, undan oldingi mavsumiga qaradi. Hozir Amarimni Manchester City ko'rayotgan ekan u. Hozir kulgili bo'lsa ham ko'rayotgan ekan. Nimaga desa, Manchester Cityga sport direktori kelganda. Vega. Ikkalasi yaxshi ishlay oladi deb turibdi. Keyin, uni Manchester Unitedda qilgan ishlarini ko'rmadinglarmi desa, kelinglar Sportingni ko'rib qo'ya qolaylik. Bavariya shunaqa qildi-yu deyishadi. Bavariya oldingi mavsumini ko'ra oldi-yu. Bitta jamoani qanaqa dominant qilish mumkin? Endi hammada har xil qarash ham bo'lishi mumkin.
Qayerdadir oqlaydi, qayerdadir yo'q. Endi bu Myunxen jamoasi haqida, lekin bu tomonda Real vaziyatlardan foydalana olmasligi faqat Noyer bilan bog'liq desak, masalan, bir tur o'sha bitta o'yin ilgari Leo Roman degan darvozabonni o'zimiz ham muhokama qilgandik, shu stolda gaplashgandik. Menimcha endi Mbappe nimadir yo'l topishi kerak, chunki imkoniyatlar bo'lyapti, to'pim kelyapti. Hozir men Arbeloani davrida qo'shilgan bitta futbolchini aytaman, qanchalik qo'shilsa bunga Trent. Dahshat, ya'ni o'sha nima deydi, kuzdagi, qishdagi trend bilan hozir bahordagi trend umuman katta farqi bor. Yana o'sha uzun uzatmalarni beryapti. Yana o'sha qanotga chiqib turib, jarima donchasi ichiga kesma paslarni beryapti va uni deylik Firmino'si topilmayapti, uni deylik Manesi topilmayapti hozircha aynan shu vaqtda. Salahi aniq yo'q. Salahi yo'q o'zim. Salahi ham trendi yo'q bechora. Ha, u bir-birsiz qolib ketdi. Xullas, realizatsiya masalasi Davron aka, bu anomal, ya'ni bir favqulodda kutilmagan holatmi, darvozabonlar bilan bog'liqmi, yo bu muammo rostdan Mbappeda hozirgi davrda? Faqat Mbappeda emas, Real boshqa futbolchilarda ham, masalan, Vinicius ham eng to'g'ri qarorlarni chiqara olmayapti so'nggi fazada. To'g'ri, ba'zida o'sha hal qiluvchi gollarni uryapti-yu, yo'qotayotgan vaziyatlari ko'proq. Realda o'sha boya aytilgandek, rostdan ham o'sha hal qiluvchi pallada qanaqadir oldingidek sovuqqonlik yo'q. Ya'ni Benzemali kulib qo'yardi-yu, raqib gol ursa kulib turardi-da, sovuqqonlik bilan urib ketardi. Men shunaqa narsa yetishmayapti nazarimda. O'ziga bo'lgan ishonch bo'lsa kerak, balki o'sha o'zgarishlar hadeb haligi yuqoriga pastga chiqib urganidan, jamoa o'zini barqaror his eta olmayotganidan, oyog'i tagida mustahkam bir aniq poydevor borligini his etmayotganidan bo'lishi mumkin. Va Arbeloga jamoani ichida ham ikki xil deb o'ylayman-da munosabat. Kimdir ishonadi, kimdir vaqtincha deb hisoblaydi. Hattoki o'sha trend, bahorgi trend umuman boshqa trend, lekin trendni ham Arbeloga kashf qilmadi, deb o'ylab qaragan bo'lsa. Endi har holda Alonsodan ko'ra ochilib ketdi. Jarohat bor edi bu yerda shaxsiy munosabatlarga taqalayapti-da baribir. Alonso davrida, chunki Vinicius ham injiqligi tutib qolgan-ku. Bo'lmasa Vinicius qanaqa futbolchiligi butun dunyoga ma'lum. Uni hozir misol zo'r o'ynab ketsa Arbeloga kashf qildi deya olmaymiz. Lekin aytamizki, Arbelo uni qalbiga yo'l topa oldi. Va Trentni qalbiga yo'l topa oldi, demak, Arbelo va o'z darajasiga qaytara oldi. Endi shu o'rinda kompaniya bilan farqi. Kompaniyaga nisbatan Bavariyada ishonch kuchli, chunki tanqid bo'lgan paytda ham Bavariya Real bo'shatib yubordi Alonsoni. Lekin kompaniyada ham shunaqa davr bo'ldi. Boshida uni yutqizib qo'ydi-ku Bayerga. Va shu holatda jamoa ishonishda davom etdi. Kompaniya buni his qildi. O'zi kompaniyada shunaqa narsa bor ekan, o'sha hamma bilan ko'rishib chiqadi. O'yindan keyin yutqizgan jamoani tinchlantiradi, futbolchilarini bag'riga bosyapti almashtirilgandan keyin. Go'yoki bir xotirjam, befarq odamdek, lekin ancha ish qilayotganini sezmayapti hech kim. Ancha ish qilyapti. O'z-o'zidan bo'lib qolayotgandek, bu Bavariyada deb qabul qilinyapti. O'zi shunaqa insonlar bo'ladi. Jim, xotirjam yuradi, lekin amalda ko'p ish qiladi. Ana Davlat akada sezardim-da shu narsani. Sekin yurardilar-da, ya'ni tepalarga, montajlarga, studiyalarga sekin chiqib kelardilar-da, lekin hamma ishni vaqti-vaqtida bajarib qo'yardilar-da. Men shoshib yugurib yurardim. Lekin ish tayini yo'q. Qanaqa ulguradilar deb o'ylab qolardim-da bir xil payt. Rostdan shunaqa xarakterli odamlar borki, tashqi tomondan go'yoki hech narsa qilmayotgandek o'ynab, hamma bilan hazillashib yurib, lekin amalda o'zi umuman o'sha ishxonada o'shanda ofisga kirganimda kimdir gaplashib o'tirardi, kimdir kompyuter o'ynab o'tirardi. Yana qanaqadir bir jarayonlar bo'lardi, ishga bog'liq bo'lmagan. Lekin ish ketaverardi. Demak, o'sha o'zini kuchini, vaqtini to'g'ri taqsim qilib turib, ishni maromiga yetkazib bajarib qo'yib, bemalol yana o'zini erkin his qilishga ham vaqt topa olsa bo'ladi va kompaniya shu ishni qilyapti deb o'ylayman-da. Shunaqa xarakterli inson ekan va bu juda zo'r jihat. O'zi Bavariya haqiqatdan ham misol uchun hamma ham kuzatmaydi, o'zini estetlari bor. Bavariya shu muxlislari ko'p. Lekin bo'ladi shunaqa, bizga ko'p shart ham emas. O'zimizni
yopiq klubimiz bor, u ashaddiy muxlislardan iborat. Ko'p Bavariya muxlisi bo'lgan insonlarni taniyman. Hammasini o'ziga yarasha didi bor. Boshqalarga o'xshashni xohlamaydi, trendlarga intilmaydi, o'zini yo'nalishi bor. Masalan, oq yo'q, qora mashina olmaydi ular. O'ziga yoqqan rangda ko'radi. Ertaga sotaman bu mashinani deb o'ylamaydi. Yo'q, meni qalbimga yoqish kerak bu narsa deydi. Shunaqa bir toifa. Sifat anaqasi ham yuqori bo'ladi. O'z nima-ku, umumiy massadan ko'ra nisbatan kamroq, lekin rostdan ham ajralib turadi Bavariya muxlislari. Keyinchalik uchrashuv mobaynida 60 va 70 daqiqalar oralig'ida 3 ta o'zgarish qildi va bu o'zgarishlar orasidan Dias tushdi, Bellingham tushdi va Militao tushdi. Bellingham muhim ahamiyat kasb etdi. Biz siz zo'r sharhda birga dedik-ku, menga juda yoqdi shu nima fikringiz. Ya'ni Thiago Pitarichni u tanlayapti dedingiz. Ya'ni Kamavingani tanlash mumkin edi yoki Bellinghamni tanlash mumkin edi. Bellingham jarohatdir balki, lekin har holda Kamavinga o'ynashi mumkin bo'lgan joyda Pitarichni tanladi. Xayrliki. Keyin esa baribir o'sha o'zgarish qildi. Jud baribir mana endi asosiy tarkibga yetilgandek ko'rindi. Ammo o'sha o'yinni o'zgartirdi. Golga birinchi uzatmani berdi. Trendga u to'pni oshirib berdi. Endi umumiy qilib so'ramoqchiman. Mana ko'rdi Arbeloa ham o'ynash mumkin va hali Allianz Arenada menimcha tugalmas masala. O'z umuman munosabatingiz qanaqa juftlikdagi keyingi bosqichga o'tuvchi jamoa haqida va nimani evaziga Real endi deylik Myunxenda boshqacha natija ko'rsatishi mumkin. Ya'ni g'alaba qozonishi mumkin. Agar nimada bo'lsa. G'alaba qozonish qiyin, juda ham qiyin, chunki endi Allianz Arena butunlay boshqa muhit bo'ladi va nazdimda birinchi uchrashuvda Bavariya 70% o'ynagandi. Men to'liq borini sarflab yubordi deb o'ylamayman. Natija ta'sir qilib turdi baribir. Shuna boryapti-da. Xato deyilyapti hozir, lekin o'sha xatoga majbur qilayotgan o'zi Bavariyaning uslubi shu. Bavariya anchadan beri gollarini markazda olib qo'yilgan to'plarni kiritish bilan amalga oshiradi. Boshqalarga qaraganda eng ko'p markaz atrofida to'plarni olib qo'yadi. Chunki o'sha joyda bosim o'tkazadi. Masalan, Barselona o'ta yuqorida olishga harakat qiladi-yu, shu to'rtburchak ichidan chiqayotganda ko'p Barsa olib qo'yadi. E'tibor berilgan bo'lsa. Chunki u yog'i yonib ketishi mumkin-da. Barsa juda yuqori ko'tarilgan bo'ladi. Juda tavakkal futbolda, endi kamikadze futbol deyshadi-yu. Lekin Bavariyada nisbatan balanslashgan. Nisbatan. Bavariyada ham PSJda ham shu narsa joyida. Shuning uchun ham qarshi hujumlar Realda Atletico Simon bo'lmadi-da. Atletico pasda bilan, qanotlar bilan chiqib ketdi-ku. Realda shu oldingi chiziqda yuguradigan ikkita ot futbolchiga uzatmalar. Va bu to'g'ri qaror edi deb o'ylayman. Endi Pitarch bilan Bellingham masalasi, menimcha Bellingham zo'r qo'shildi o'yinga, o'zgartirdi o'yinni, lekin asosiy tarkibda o'ynaganda unaqa o'yna olmasdi deb o'ylayman. Birinchidan hali sport formasiga qaytmagan, jarohatdan ancha uzoq jarohatdan qaytdi. Keyin Bellingham hamda Mbappe masalasi shunaqaki, murabbiy ularga ko'rsatma berib bir narsa demaydi deb o'ylayman. Shunaqa futbolchilarda ular o'zi murabbiy futbolchilar va o'zlari ko'p qaror qabul qilishadi. Masalan, Arda Güler bilan Pitarch ko'proq murabbiyning xonasida qolib gaplashadigan futbolchilar va bu murabbiyga yoqadi bunaqa narsa. Ayniqsa Arbeloa o'zini futbolni qurmoqchi, baribir harakat qilyapti. Ana endi o'zini futboldan tashqariga chiqadi. Ayniqsa Mbappe qo'shilgandan keyin Mbappeli Realning vaziyatlari, Mbappesiz Realning vaziyatlarini ko'rdik-ku. Nega shunaqa desa, o'sha oldingi gap, Mbappe bor paytida unga suyanishadi va hal qilib olib chiqib ketadi deyshadi-da. Lekin Mbappe bo'lmagandan keyin Brahim Dias fantastik o'yin ko'rsatadi. Valverde oldinga chiqadi, butunlay aldamchi 9lik bo'lib turib kirib, har bir vaziyatni qadrlab yakunlaydi. Shu narsa yo'qolyapti, baribir ko'rpaga o'xshayapti-da, u yo'q tortsa bu yo'q ochilib qolyapti. Va ana endi Bellingham keyingi uchrashuvda asosiy tarkibda tushadi ko'p ehtimol. Va endi futbolchilar hal qilishlariga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yerda endi murabbiyning faktori kamayadi. Oldingi uchrashuvlarda murabbiy faktori ko'p edi, shuning uchun ham Pitarchga o'xshagan futbolchilar tushdi. U funksional nima o'rgatilgan bo'lsa, shuni qildi. Shundan boshqa narsa qila olmaydi u. Masalan, qobiliyati u bir wunderkind emas ko'rinib turibdi-ku. Yaxshi futbolchi, akademiyadan chiqqan, Raul Asensio chiqqan paytda xuddi shunaqa ko'rilgan edi. Hozir ham unda shunaqa u Kroos emas, Modric emas, yillar davomida ham bunaqa bo'lmaydi-da, aniq bilinib turibdi. Endi yangi Vitina deb yuborishdi boshida, lekin keyinchalik o'yinlarni ko'rdik-ku, Pitarch unaqa hali bir alohida bir jihatlarga ega futbolchi emas. U tizimning ichida yaxshi vint bo'la oladi.
unga yuklanmaydi hech narsa. Senga yuklanmaydi. Juda ko'p joyda yugurib yuribdi. O'zi e'tibor bergan bo'lsa, kartada ham hamma tomonda bog'lab yuribdi. Boshqa shu ko'rsatma. Belingem uni qilmaydi. Belingem qilsa ham o'zidan kelib chiqib qoladi va boshqa darajada qiladi. Shuning uchun bundan keyingi Real agar comeback qiladigan bo'lsa, futbolchilarning individual mahoratini evaziga qiladi deb o'ylayman. Ha, o'zi ko'pincha shunaqa bo'lgan. Ko'ramiz endi keyingi haftada javob uchrashuv bo'lib o'tadi Allianz Arenada. Ha, mezbonlar yaxshiroq imkoniyatda, yaxshiroq pozitsiyada boshlashadi. Agar bu pole position deydigan bo'lsa, Formula 1dagi ular oldinda boshlashadi. Va oldinda yakunlash imkoniyatlari uchrashuv avvalda yuqoriroq. Ammo 90 daqiqadan keyin bunaqa hisob-kitoblar yo'qqa chiqadi va hammasi o'zgarib ketishi mumkin do'stlar. Ko'ramiz, kuzatamiz va baho beramiz endi. Hozircha o'sha o'yinga kim qanaqa holatda yetib borishi ham noma'lum. O'rtada hafta ya'ni dam olish kunlaridagi o'yinlar bor. Ikkala jamoada ham muhim uchrashuvlar ikkalasida ham deb qarasak. Endi keyingi o'yin, o'sha kunning keyingi o'yini bu Sporting hamda Arsenal jamoalari o'rtasidagi uchrashuv va bu o'yinni sharhlab chiqqan hamkasblarimiz bilan men darhol o'sha fikrlarini so'raganda aytishdiki, juda bir vaziyatlar minimum bo'lgan o'yin ekanligini aytishdi. Ha, Sporting va mezbon sifatida ko'proq, baribir nisbatan ko'proq vaziyatlarga ega bo'lgani, o'sha Luis Suarez yaxshi harakat qilganini nisbatan aytishdi. Lekin baribir Arsenal davroniki o'zinikini olib ketyapti. Ya'ni bunday olib qaraydigan bo'lsa, 190 plusda zaxiradan maydonga tushirilgan futbolchi Kai Havertzni oldingi 9-likka chiqarib yuborishyapti. Mana Arsenalda shu narsa ishlab turadi. Ya'ni 9-lik, yolg'onchi 9-lik masalasi, agar asosiy 9-ligi Yokeresh bilan ish bermasa, ikkinchi variant bor. Va bu foyda keltirdi. Nazarimda juda muhim gol edi. Ya'ni komfort boshlaydi. 4 ta juftlikning orasida Arsenal eng yaxshi pozitsiyada boshlaydimi? Javob uchrashuv. Fikrimcha shunaqa baribir. O'zi boshidan eng yaxshi raqib deyilgan edi va shu davom etdi. Baribir o'zini uyida Sporting bir nima qilib yutqazmaslikka intilishi ham ma'lum edi. Bu o'yin go'yoki o'sha to'liqligicha taxminlarni oqlagandek qolgan juftliklardan farqli ravishda va Arsenalning javob uchrashuvdagi o'yin uslubi ham boshqacharoq bo'ladi, komfortroq sharoitda o'ynaydi, qiyinchilik bo'lmaydi nazarimda, hattoki javob o'yinida ham g'alaba uchun o'ynab turib yutib ketishini taxmin qilishimiz mumkin. Biroq endi Sporting Byudeklimtga ham birinchi uchrashuvni boy bergandan keyin comeback qila oldi o'zini maydonida. Surprizlarni ham inkor eta olmaymiz. Futbolni shuning uchun ham yaxshi ko'ramiz. Hozir endi 100% demaymiz hech qachon, lekin favorit Arsenal albatta. Bu uchrashuvda ham eng yaxshi futbolchi Raya bo'ldi. Buni ham aytib o'tish kerak. Misol uchun Sportingda ham vaziyatlar bo'lgan, Sporting harakat qilgan, Raya qutqargan. Oxirgi daqiqa endi o'sha chiqqanimizdan keyin hamkasblardan so'rasak, "Ya, baribir unaqangi bir hujum zo'r vaziyat deydigan anaqalar ko'p bo'lmadi" deyishdi va o'yinning past tempda davom etganini aytishdi. Bu menimcha baribir Artetani tashabbusi. Chunki Sporting o'zini uyida yutish kerakligini bilardi. Raya qutqargan, Arteta ehtiyotkor futbolni targ'ib qilgan, vaziyatimiz bo'lsa uramiz degan va vaziyatini urib ketdi. Oxirida ura olmasligi ham mumkin edi. Agar 0-0 bo'lganda ham javob uchrashuvida men Arsenal degan bo'lardim-ku. Lekin ishonch hozir yuqoriroq. Hozirgidek yuqori bo'lmasdi. Endi menimcha Arteta javob uchrashuvida shu 1-0 ushlashga o'ynamasa kerak-ku, lekin o'ynasa ham hammani hafsalasini pir qilsa kerak. O'ynasa xato bo'lmaydimi? Juda qiziq lekin xato bo'ladi. Xato bo'ladi. Ya'ni u yerda yo'qotadigan narsasi yo'q. Sporting masalan Arsenaldan chiqib ketsa, hech kim uni tanqid qiladi. Borini tashlashi mumkin. Endi adolat o'rnida aytish kerak, Saka o'ynamadi, Eze o'ynamadi. Mana 5 ta futbolchi lazaretda bo'lsa, 5 talasi ham asosiy yoki asosiyga yaqin futbolchilarda. Mana Saka, Eze, Timber, Merino, Inkapi. Butun mavsum davomida endi bunday olib qarasak, ko'p jarohat ham Sportingdan zo'r deb tarkib. Ha, yo'q, shunday ham zo'r. Umuman olganda aytmoqchimanki, masalan, bularning ba'zilari qaytadi. Saka qaytish kutilyapti baribir. Shuning uchun Londondagi o'yinda qanaqa o'yin? Men asosan bu uchrashuvga to'xtalmayotganim sababi bu o'yinda kam voqea yuz berdi. Endi javob uchrashuvi haqida gaplashsak, ya'ni qanaqa taktika tanlaydi? Nima baribir dastlabki daqiqalarda stadion ta'siri bo'ladi va Arsenal hujumkor futbol ko'rsatsa kerak. Chunki 1-1 bilan kelganda ham Bayer Leverkusen bilan esimda xuddi shunaqaroq birinchi bo'lim bo'lgandi-da, birinchi o'yin bo'lgan. Lekin keyingi o'yinda Arsenal Bayerni ko'z ochirmagandi. Bayerga tengroq jamoa
desak bo'ladi hozir Sportingni. Lekin Sporting o'zi umuman Portugaliyadagi eng yorqin jamoa. Benfica, Mourinho, Porto unaqa emas oxirgi payt va Sporting sal qolgan yorqinroq o'yin ko'rsatyapti. Yaxshi tomoni hozir 1-0 bo'lgani ikkalasini ichida hujumkor bo'lgan jamoa yana hujum qilish taqozosiga ega bo'ladi. Ya'ni majbur oldinga chiqadi. O'shalardan bittasini o'tkazib yubormasa, Arsenal bu uchrashuvda yaqqol qoladi. Lekin Arsenalda shunaqa bir xususiyat borki, misol uchun Real nima uchun hatto Bavariyadan ham o'tishi mumkin, Citydan ham o'tganiga hech kim ajablanmadi. Ertaga PSJga agar to'qnash kelib qoladigan bo'lsa, chiqsa, PSJdan o'tib ketishi mumkin deyapmiz. Birinchi raqamda emas, ikkinchi raqamda zo'r o'ynaydi-yu. Chunki hududlar bo'ladi, hududlarga ega bo'lib turib oldinga chiqib gollarni urish mumkin. Shuni eslasanglar, Arsenal bilan o'yinda deyarli shunaqa vaziyat bo'lmagan. Arsenal haddan tashqari tarkibi nafaqat balanslashgan, zaxiradan tushgan futbolchilar shu ish qiladi, balki chiziqlar o'rtasidagi farq boshqa liderlik qaragan. PSG emas, City emas, kim edi? Barselona, Bavariya emasda raqibga umuman bermaydigandek tuyuladi-da. Shuning uchun Real Arsenal bilan hech qanaqa imkoniyatga ega bo'lmagan. Ikkinchi o'yinda comeback deb hamma gapirsa ham to'g'ri, Rais o'sha paytda hali Peleni darajasini ko'rsatib qo'ydi bitta o'yinda. Ammo xo'p shu natija bo'lsa ham Real comeback degan paytida yaxshi o'ynashga o'rganga hech narsa qilmadi. Arsenalga o'xshagan jamoalar Realni kushandasida. Lekin mana bular bilan hatto Bavariya bilan ham ertaga nimadir qilsa bo'ladi deb turibmiz-da hozir. Chunki Bavariya qo'rqmasdan chiqadi. Arsenal qo'rqmasdan o'ynaydi. Qo'rqib ham turadi. Qo'rqmasdan ham o'ynay oladi-da. G'alatali og'ir vaznli bokschilarga o'xshaydi. Zarba tez ham hech narsa qilmaydigandek. Lekin bitta zarbasi bilan. Bitta zarbasi yetadi butun jang uchun. Shuning uchun Arsenalni o'zi boshida ta'rif berilgan Chempionlar Ligasida hammaga ta'rif berib chiqilgan-ku, kimni o'yini. Arsenal zo'r ta'rif berilgan. Arsenal biror bir jamoa xohlamaydigan raqib. Yutish qiyin jamoa. Men ko'rdim, hali yutqizmadi. Chempionlar Ligasida yagona yutqizmagan jamoa endi bu bo'lib turibdi. O'sha bitta yutqizgan Bavariya shuni ham bu yutgan. Hatto Anrini davrida ham 2006-yil ham eslasanglar, xuddi shunaqa qilib turib finalgacha yutqizmasdan kelgan ekan. Finalda bitta Barselona yutqizib qo'ygan. Ya'ni Arsenalda bor bu narsa demoqchiman-da, lekin u Arsenaldan bu Arsenal farqi bu quritadi deymizmi o'yinni yoki raqibga hech qanaqa imkoniyat bermaydimi? Hamma narsa hisobga olinganda, o'ta matematik jamoaga aylandi. Va burchak zarbasi ham bor plyus. Tani transformer-da, xohlagan uslubga kira olar ekan. Unaqa bo'lmasligi kerak edi. Ustoz butunlay boshqa edi, lekin hayot majbur qildi. Hayot majbur qildi va ko'p ehtimol Pep bilan ko'p tortishgani ham sabab bo'lgan. Ya'ni qarshisida turgan-a? Shunga ruxsat qilib bergan-ku, o'zi yaxshi ko'radi Guardiola shunaqa yordamchini, boshqa ustozni olib keldi, ustozi qarasa, shogird o'tib ketgan, gapirib o'tirdi, ketkizib yubordi uni ham bor-ku. Butunlay boshqa klubni odamlarni olib keldi-da. Bari Guardiola rostdan o'sish uchun raqobat yoki fikr almashishga ehtiyoji bor. Bu juda hurmat qilinadigan jihatda, o'zi hayotda ham ko'pchilikka kerak bo'ladigan narsa. Men haqman deb qolganda odam bir yoshga yetganda boshqada xato qilishni o'shandan boshlaydi. Guardiola o'sha xatoga o'ziga ruxsat bermayapti-da. Shunaqa Arteta doimo urushgan, tortishgan va har doim himoyani ta'kidlagan deyshadi. Burchak zarbalari bo'yicha yaqinda Nikola Jover haqida alohida bir video chiqdi-ya, ko'rgan bo'lsangiz, cho'zilib ketdi uzr. Joverni Manchester Cityga majburlab olib kelgan Arteta bo'lar ekan. Olib kelgan, gaplashib yurgan, Pep aytganki, menga burchak zarbalari kerak emas, sen gaplashib yuraver degan. Gaplashib yurib, lekin baribir Guardiolani futboli ustuvor bo'lganligi uchun bu narsani amalga oshirib keyin Brentfordga bordi. Brentforddan burchak zarbalari outli bo'yicha Guardiola bo'lib ketdi-da endi o'zining sohasida va oxiri yana Arteta uni olib kelib, mana juda ko'p narsalarga ruxsat berayotgan ekan. Hozir Saka yaqinda intervyu berdi. Asosiy mashg'ulotda qiladigan ishinglar nima desa, Rais bilan kelamiz burchak zarbalarini toki yarim soat ketadimi, 1 soat ketadimi, aniq masofa, aniq nuqtaga uzatib bermagunimizcha bizni qo'yib yubormaydi degan Jover. Bunga kim ruxsat bergan? Arteta ruxsat bergan. Shuni nima qilsang yulduzan ikkalasi. Chunki bu tomondan Rais tepada 10 oyoqda faqat stvor, darvoza sohasiga bo'lish kerak ekanda uzatma. Zichlikka. Narigilarini keyin ishlaydi, lekin birinchi navbatda pas bo'lish kerak-ku. Shunaqa darajada ishlarni qilib yurganda Manchester Cityda yurib, falsafaga qarshi bir g'oya bilan yurgan odam endi hozir mana bunaqa futbol ko'rsatganda ajablanmasingiz kerak.
Ya'ni u o'zi teskari yashagan. Mourinyoning futbolni tarafdori ham bo'lgan bo'lishi mumkin qaysidir joylarda. Sandan Mourinyo mana masalada ustun deb shuning uchun yutgan deb jig'iga teggan ham bo'lishi mumkin. Ishonchim komil. Yo, zo'r 5 daqiqalik bo'lsa ham zo'r ochib berdi nimani, chunki 5 yil, to'g'ri 5 yil Arteta baribir nisbatan yorqin futbol o'ynashga harakat qildi. Va ko'rdiki, oxirida aynan bahorda ish bermay qoldi-da bu narsa. Va balki o'sha qanaqadir xulosalar qildi. Aynan shu mavsumda u bahordan bir g'olib bo'lib chiqishi mumkin. Hali yo'lga hali bor, yana ozgina qoldi finishgacha ikki tomonda ham. Lekin mana Sportingdan birinchi uchrashuvda o'tdim. Javob uchrashuvida tabiiyki favorit bu ko'rinishda, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Va men bitta kichkina narsani aytib o'tmoqchiman, baribir bundan oldin Bayerndan o'tdi. Hozir Sportingdan o'tadi. O'tadi, ko'p ehtimol o'tadi. Ya'ni Bayern Sportingda kattaroq jamoada, masalan, keyingi bosqichda Atletico bo'ladi. Atletico bo'lsa bu uni egzagi nazarimda. Simeone hozirgi holatda Simeone ham shunaqa o'yna oladi. Hali memda. Bunday qarab turadi, o'rgimchak odam. Barselona bo'lsa, ana unda lekin juda qiziq bo'ladi. Chunki Bavariyani yutib qo'ygan Arsenal deyarli, agar unda prototip deydigan bo'lsa, boshqacha bo'ladi. Shu haqida gaplashaylik. Ya'ni kim bo'ladi? Mana endi shu bog'ladim endi o'zim. Kim bo'lsa, haq futbol haqqi hurmat. O'tamizmi u keyin? Agar fikr bo'lsa, chunki Yo'q, men bog'lab ketsak bo'ladi. Arteta bo'yicha hech qanaqa qo'shimcham yo'q. Ko'p gaplashganmiz. Arteta Arsenal mavzusini yana oxirida gaplashamiz deb qo'ying. Qo'llashmaymiz. O'zi ozgina qoldi. Xo'p, endi Barselona Atletico o'yiniga to'xtaladigan bo'lsak, Barselonaning hali ham imkoniyatlari bor deb o'ylayman. Bo'ldi, hal emas. 4-0 dan keyin ham imkoniyati bor edi va sal qoldi. Hozir ham imkoniyati bor. Va Barselona o'ylaymanki, bilmadim, menimcha foydalanib ketadi shu. Qarang, men opponent bo'laman-da endi shu. Men ham o'zi aslida mumkin deb hisoblayman, lekin baribir Kubarsini o'ynamasligi, Rafinhani qaytish ehtimoli pastligi. Ko'p ehtimol Pedri ham ketdi. Chunki o'yindan keyin agar Pedri o'ynamasa, unda sal o'zgaradi vaziyat. Pedrini bular bekitishyapti. O'zi Barselona bekitadi-ku. Juda ko'p. Masalan, Rafinhani bir oyda hamma Barsachilar hozir 2 oyga tayyorlanib turibdi. Chunki oldin bo'lgan bu narsalar. Pedrida ham shu narsa bo'lgan. De Jongda davom etyapti bu narsa. Nuqul nimanidir aytishmaydi, Flik biladi. Hozir Pedrini har ehtimolga qarshi oldim dedi. Sarig'i uchun deb qo'ysang bo'lardi. Lekin unda ozgina diskomfort. Bu diskomfort qo'rqityapti. Qo'rqdi. O'zi Pedri o'ynamaslik anaqasida, ya'ni bu ma'lumotni hali qo'shmagan edim, chunki hali aniq emas, o'ynab qolishi ham mumkin. Pedri o'ynasa, albatta o'ylaymanki comeback imkon bor. Lekin Pedri o'ynamasa, bo'ldi, mening fikrim o'zgaradi, chunki birdaniga ikkita lider, Rafinha va Pedri o'ynamasligi, Kubarsini ham o'rnini yopsa bo'ladi nazarimda. To'g'ri, bu tarkib bilan qiyin. Araujo yopadim. Chunki men kuzlarda ham aytardim, shu Barselonaga himoyachi kerak. Ular boshqa pozitsiyalarni kuchaytirishni o'ylashdi. Barselonaga stabil himoyachi kerak edi. Hech qaysi pozitsiyani kuchaytirishni o'ylashmadi ular. Ular bozorda qolib ketgan, endi uzr so'rayman, shunaqa variantga yurishdi. Barselona oxirgi 2 mavsumda shunaqa Flikni olib kelishdi va Flik o'lib ya'ni juda pasayib ketgan Rafinhani top qilib qo'ydi. Yamal uning davrida ochildi va Pedri qaytdi. Ferminlar bilan amalladi o'tgan mavsumda. Ya'ni transfer borasida Laportaga, chunki ular stadion qurishdi, moliyaviy muammolar bor, tushunsa bo'ladi. Va Laporta Flikka buni qanaqa tushuntiradi deb o'ylayman. Misol uchun, biza Barselonada bilasan, bizda an'analar bor. Bizda La Masia bor. Hamma murabbiylar shu paytgacha tarkibdagi muammolarni La Masia orqali hal qilib kelgan. Sen kelib turib tizimni o'zgartirma, top yulduzlarni chaqirishni o'ylama, mana bor resurslardan foydalan. Va Flik shunga ko'nyapti negadir. Meni fikrimcha qat'iy talab qo'yish kerak Barselona. Hujumchini ko'p gapirganmiz. Himoyachi siz, men hozir har bitta jamoada kamida 2 ta o'zgarish qila oladigan markaziy himoyachisi bor top klublarda. Barselonada yo'q bunaqa narsa. Bitta eng asosiy himoyachilardan biri o'zi himoyachi emas. Asosiy tarkibda o'ynayotgan himoyachilardan biri tega qanot himoyachi. Yana bitta asosiy deyilayotgan himoyachilardan biri ruhiy muammolari bor. Ya'ni
normal, stabil, asosiy ikkita himoyachisini o'zi yo'q. Endi mana o'sha Martin qanot himoyachisidan markazga moslashtirib turib, Martin bilan Kubarsini endi barqaror qo'yishni boshladi. Ungacha yo'q edi. Va hozir mana jarohat emas, diskvalifikatsiya bo'lgan paytda, eng asosiy himoyachisi yo'q paytda yamoq himoya bilan o'ynaydi-da. Yamoq har qanday vaziyatda ketib qolishi mumkin anaqasidan. Chitilib ketishi mumkin. Ha. Bu Barselona uchun yarashmaydigan holat. Shuning uchun Hansiflik kamida 200 million ajratinglar deb talab qo'yish kerak. To'g'ri, bitta ikkita futbolchisini transfer qilsa bo'ladi. Talantlar ko'p. Misol uchun yarim himoya pozitsiyasida yig'ilib qolgan hozir o'sha Bernallar, nimalar, Frenki qaytadigan bo'lsa, Fermin, Olmo, hamma bu yerda bor tanlov. Markaziy zonada, himoyada yo'q, hujumda yo'q. Hujumda bor, ikkalasi ham. Pasayish. Ikkalasi ham pasayish davrini o'tkazyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, Barselona xarakteri evaziga, tajriba evaziga, Yamal evaziga balki bu o'yinni olib chiqib keta oladi. Lekin rostdan ham hozir aytilgandan keyin o'ylab qoldim, agar Pedri bo'lmasa qiyin. Kecha menimcha Dilshod aka sharhda aytdi, mish-mish deb aytdi-yu, lekin rostdan ham siz ham aytdingiz-ku, boshqa fikrga aytdingiz. Ba'zi mish-mishlar bo'ladi, to'qish shart emas. Rostday tuyuladi. Menga shunaqa tuyuldi Dilshod akaning gapi, ya'ni Yamal nima bilan o'yindan keyin, Atletico bilan chempionatdagi o'yindan keyin hujumchi masalasini o'rtaga tashlagan. Ya'ni u qiynalib ketdi-ku. O'zi harakatlari ham shuni. O'zi teskari tomondan kirdik biz, ya'ni bu o'yinni o'zi ichiga kirishimiz kerak. Afsus, hozir boshqa kirdik, lekin mana endi davom ettiramiz. Ya'ni o'yinda qizil bo'ldi. O'yinni o'zgartirgan burilish nuqtasi bo'ldi. Avvalo qizilga ikkalalar munosabatlarni ko'rdim-da men haligi, ya'ni o'sha vaziyat bo'yicha. Ya'ni sharh vaqtidagi munosabatlar. Davron aka, sizda qizil bo'yicha birlamchi va keyin vardan keyingi xulosalar qanaqa o'zi umumiy, masalan, qizil bu savolmi, bahslikmi yoki bu qizil bo'ldi bu muhokamasi? Menda ikkita fikr bor bu borada. So'nggi umid foli ekanligi aniq. Bu yerda boshqa variant yo'q edi. Birga bir chiqib ketardi, toza vaziyat. Lekin folni o'zi qanaqadir 100% aniqdek ko'rinmadi menga. Ana yonidan yugurib o'tib ketayotganda yelkasini qo'ydi, u yiqilib berdi. Shunda menda boshida birinchi reaksiya sharhda bo'ldiki, bu agar fol bo'lsa qizil, lekin fol bormi ekan dedim. Shu menda fol borligi sal savol tug'dirdi, lekin uning so'nggi agar fol sifatida tan olingan bo'lsa, bu so'nggi umid fol. Bu yerda sarf berish mumkin emas-da, birga bir chiqib ketayotgan hujumchi. Lekin birinchi sarf berib, keyin nimada o'zgartirdi asli, menimcha darhol qizil, ikkinchi Dilshod aka ham menimcha chunki qizil berish kerak dedik agar. Chunki boshqa yo'q edi. Men shunaqa fikrim borki, o'zi umuman men shu chorak final boshlangandan keyin men hakamlarni haligi tutumiga e'tibor beryapman-da. Xuddi shunaqa vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin guruh bahslarida. Lekin hozir kecha shu haqda rosa o'qidim-da. Kimdirlar beryapti, boshqa beryapti. Alio Refmi qaysi biridadir zo'r gap yozibdi-da. Menga juda ham yoqdi. Men o'ylab qolsam ham degan, o'sha hakam, sobiq hakam, juda zo'r hakam bo'lmagan bo'lsa ham, lekin tahlilni yaxshi qiladi, hali blogger hakamga aylanib bo'ldi. Men o'ylab qolsam ham Chempionlar Ligasini chorak finalda bunaqa vaziyatga penalti qo'ymasdim deb ana u vaziyatni aytdi. Qo'li bilan ushlab oldi-yu. O'sha. Bavariya bilan Arsenalda ham bo'lgan ekan shunaqa va Tuchel o'yindan keyin aytganki, u ham o'tgan yilga Tuchel o'ynagan paytda Bavariya yutdi-yu Real. Naqani. Arsenal yutgandi, keyin Real yutqizib qo'ygandi. O'shanda Tuchel edi bosh murabbiy. Men hayron bo'ldim, nima uchun penalti bermadi deganda, meni yigitlarimga kelib hakam tushuntiribdi. Men bunaqa o'yinda hali yosh bolalarning xatosi uchun penalti bermayman. Bo'ladi shunaqa voqea, to'g'ri. Qiziq-ku deb gapiruvdi-da. Demak, hozir shunaqa qoidaki, umumiy o'zi ko'rsatma beriladi-ku. Hali o'lchovlarni qanaqa belgilash masalasi baribir ko'rsatma beriladi o'ylayman. Ikkita o'yinda, Realning o'yinida ham, bunda ham 100% bo'lmasa borku, hakamlar yurmay yotibdi. Misol uchun Mbappening oyog'iga tepilgan payt qizilga tortardi. Bunda ozgina tortsa bo'lardi. Yoki Bavariyaning oxirgi vaziyati ham o'sha hakam bir paytlar Buffon qalbing nima edi, axlat qalb ekan degan paytda penalti bergan. Xuddi shunaqa bir xil epizodda
3-0dan keyin shu Oliver bo'lgan-ku. Shuni bermadi-da. Demak, o'ylayapmanki, futbol uchun boshqarishyapti. Ya'ni futbolni saqlab qolish uchun. Sariq kartochkani hozir aytayapti, nima uchun o'zi berdi sariq kartochkani? Bunaqa yo qizil bo'lish kerak yoki umuman hech narsa bermasligi. Sariq deb baribir saqlab qolmoqchi. Ya'ni o'yinni buzib qo'ymoqchi emas. O'yinni buzib qo'ymoqchi emas. Keyin endi VAR juda vaziyat mana bunaqa yonib ketgan, kelib ko'r demaguncha o'zini qarorida qolar deb o'ylayman. Chunki unga shunaqa ko'rindi. Qolgan epizodlar ham shunaqa bo'ldi-da. Hali bitta joyda video chiqdi ko'rgan bo'lsanglar, bu faqatgina Barsaga emas, Atletik hammaga bo'lib turibdi. Bitta o'yinda ikkalasiga ham topsa bo'ladigan, ikkalasi bir-biriga tashlasa bo'ladigan videolarda sariq kartochka olgandan keyin, sarig'i bor Cancelo qanotda haqiqiy qo'pollik ishlatdi. Keyin sarig'i bor Olmo rostakam sariqqa tortadigan vaziyat qildi. O'shanda Olmoni hali kartochkasini olganda, kitobni olib turib, qarab, keyin yopib sariq tortib qo'ydi. Shuni endi bu tomon ishlatyapti-da. Aslida umumiy bunga baho beradigan bo'lsak, hamma vaziyatlardan kelib chiqib, bularga shunaqa ko'rsatma berilgan deb o'ylayapman va o'shani natijasida u sariq berdi. Chunki bari shubhalandi. Sariq bermasa shubhalanmagan bo'lar. Nimadir bo'ldi dedi. Keyin epizod ko'rsatilganda hozir ikkilamchi shu joyda Juliano orqaga oyog'ini tortgan-ku. U yerda menimcha maksimal qizil kartochkaga o'ynash uchun eng ko'p topshiriq oladigan futbolchi Simeone. Ota o'g'liga bu masalada zo'r ko'rsatmalar beradi, ota ham shunaqa bo'lgan, o'zi futbol sifatida ham, keyin ham jamoasi ham shunaqa. Va esingizda bo'lsa bir gapirib o'rgan edi-yu bu. Biz sarig'i bor futbolchilarni tahlil qildik faqat tanaffusda. O'zi jamoa bir kam o'yinchi bo'lib qolgan, Inter bilanmi kimdir bilan. Va tanaffusda 15 daqiqa otasi bunga ko'rsatma berib, qanotda falonchi o'ynayapti, sen unga qarshi agressiv o'ynaysan, asabidan chiqarasan va sariq bo'luvdi o'shanda. Ya'ni bu shu bilan ulg'aygan yigitda endi to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Va u oyog'ini shunday orqaga tortganda, Kubarsi bu joyda, misol uchun Alon bilan taqqosda bo'lmaydigan darajada o'zi xohlamagan tarzda qo'pol ishlatib yubordi. Iloji yo'q, lekin bunga qaramaydi-da futbol. Ya'ni bu 100% degan ekanki, chaqirdi va ko'rmasang bo'lmaydi dedi-da. Ana u tortgandi, esingizda bo'lsa, xuddi shu hakam boshiga PSG bilan o'yinda sharhda aytilgan bo'lsa kerak. O'sha PSG bilan o'yinni boshqargan hakam edi kechaga, Istvan Kovic. Unda endi xohlagancha Arauxoni so'ksa bo'lardi. Arauxo ahmoqona ish qilgan, o'tib ketayotgan futbolchini jamoasi yutib turgan paytida qilgan. Juda hali himoyachi qilmasligi kerak bo'lgan ishda u. Ayniqsa to'p himoyachi. Kubarsi unaqa qilmadi. Kubarsi vaziyat qurboniga aylandi xolos deb o'ylayman. Va bu yog'i endi shu ko'proq ishlatadi. Shu joyda bitta to'xtagani zo'r chiqdi-da, oyog'i orqada edi-yu, nega deb shuni ko'rsatishyapti. U to'pga yozib qo'ygan ekan, qizil kartochka ko'rsatish uchun hujum qilayotgan futbolchi to'pga mutlaq egalik qilish kerak. Mutlaq egalik qilmaganda orqada edi-yu, aynan qo'pollik ishlatilganda balkim olib qo'yardi, balkim u deb turib, balkim darvozabon ura olmasligi ham mumkin edi degan ko'p hali quloqdan tortilgan sharhlar bo'lyapti, lekin baribir endi VAR aralashib, o'sha ya'ni hakamni qaroridan qoniqmasdan VARdagilar chaqirib olishdi va keyin qaror o'zgardi. Kubarsiga qaralmayapti-da bu yerda. Ya'ni Kubarsida foul ishlatish niyati yo'qligi ko'rinib turibdi. U to'pga intilyapti, o'zini katta tezlikda ikkalasi kurash olib boryapti. U o'zini to'xtata olmasligi aniq, kontakt ro'y berishi aniq. Bu yerda Kubarsiga aytilyapti, sen qoidani bilmasliging o'sha mas'uliyatdan seni xalos qilmaydi, lekin seni ta'siringda Atletico mahrum bo'ldi shu birga bir vaziyatdan deyilyapti va o'zi o'zgarib ketyapti-yu qoidalar ham. Mana misol kecha Superligada ham bo'ldi-yu, Qo'qon bilan bog'liq vaziyatda birinchi Abduvohid to'pga tegdi, qo'li bilan to'pga tegdi, keyin hujumchi borib unga urildi. Oldin boshqacha talqin qilinadi, hozir boshqacha talqin qilinyapti. Qo'l bilan o'yin ham shunaqa. Qo'l bilan o'yinga masofa, futbolchi tabiiy qanaqa turgani, ko'rgani, ko'rmagani kriteriylar ko'payib ketdi. Ba'zida yo'lda ham shunaqa bo'ladi. Misol, hozirgi Magic City parkini oldida, chorrahida oldin svetofor turgan joydan oldin qayilsa bo'lardi. Hozir qayil bo'lmaydi. Kimdir shuni bildi, bilmadi. Lekin bilmaganlar anaqadan qutulib qola olmaydi. Jazolanadi. Bilganlar bilmaganlarga bildirib qo'ysa. Shunga Kubarsi shunchaki o'sha epizodda yangi traktovka bo'yicha foul ishlatib qo'ydi, o'zi xohlamagan holda.
Yo'q, hozir yaxshi o'sha ma'lumot ham berib ketdingiz. Mana men endi o'sha joydan o'tayotganda hisobot bo'linglar. Uch marta o'tib ketganini esladim. Ha, shunaqa bo'lgan. Xo'p, endi bitta futbolchi haqida gaplashmasak bo'lmaydi, keyin oxirgi o'yinga o'tamiz darhol. Yamal haqida ham gaplashishimiz kerak ozgina bo'lsa ham, chunki kecha ham xuddi o'sha birinchi chempionatdagi o'yindagi singari juda ko'p harakat qildi, o'zi o'tmoqchi bo'ldi. Ko'proq bu safar o'zi o'tmoqchi bo'ldi. Mana shu pasaydi. Menga shunaqa ko'rindi. Xayrli aka, siz qanaqa kuzatdingiz Yamalning o'yinini va unda o'sha ko'pchilik aytayotgan, mana men endi o'zim ham yozdim. Nega yozdim? Men shuni o'qidim oxirgi bir hafta 10 kun ichida ko'p Barselona muxlislari yozishyaptiki, xo'p, hujumchi muammo, lekin Yamalda ham qachondir finishing, ya'ni yakunlash yaxshilanishi kerak deyishyapti-da. Menimcha juda unaqa emas, chunki juda zich tomondan kirib keladi va doim kamida 3 futbolchidan o'tish kerak bo'ladi-da. Messi bilan taqqoslab aytishyapti-yu shu narsani, lekin Messi chiqib kelgan davrida ham, o'rta davrida ham menimcha baribir zo'r hujumchilar bo'lganda oldinda va sheriklari har doim yaxshi bo'lgan. Bu Messini mehnatini pastlatmaydi, lekin pas bilan o'ynash kerak bo'lgan paytda uzilardi, bemalol uzilardi xalqlar. Masalan, Argentinada hech kim yo'q edi, uzoqdan tepdi-yu baribir Meksikaga. Hech narsa qila olmayotdi jamoa. Shunda qutqardi, gap. Bunda ham shunaqa holat deb o'ylayman. O'sha bundan oldingi uchrashuvda 2-1 bo'lganda chiqib ketayotgandagi gapi ochiqlandi-yu, o'qigan bo'lsanglar. De La Fuente degan shogirdi bor Flickka. O'sha baqirgan ekan. Tefurma o'zing degan. Ana unga aytib qo'ydi. To'g'ri. Ana Dilshod aytgan ma'lumot shu yerga tushadi-da. Rostdan ham u hujumchi yo'qligidan kelib chiqib, hali ham shuncha pas berib turib, eng to'proq bo'lib yuribdi hozir. Barselonada eng ko'p gol urgan futbolchi. Agar XG olinadigan bo'lsa, Ferran to'plagan XG dahshat. Bitta jamoaga, bitta mavsumga yetadigan narsalarni uvol qilib tashlaganda, endi 18 yosh. Alam qiladi-da odamga. Masalan, inson sifatida tushunadigan bo'lsa, kecha shuning uchun ham birov bir narsa ham demayapti. Menimcha De La Fuentelar ham indamagan, o'zi kirib ketib, o'zi qutqarmasa boshqalar qutqara olmasdi. Bu ko'proq Rashfordga bo'lgan haligi e'tirozi deb o'ylayman-da. Endi Rashfordni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. U butunlay boshqa maktabda o'sgan. Kecha men qoyil qoldim. Flick birinchi bo'limda haligi hududlar Rashfordga ko'p ochildi-yu. Rashford zo'r o'ynadi. Bir ikkita epizodlarda kirib bordi. Nega desa, qolganlar shunga hudud ochish uchun o'ynadi. Lekin to'rt burchak ichida zarba yo'llash kerak bo'lgan paytda endi Ferran yo'q bo'lsa, Ferranga aylanib olyapti. Fermina Ferranning o'rniga tushsa, Ferran bo'lib qoladi. Hammasi bir-biriga taqlid qilayotgan. Bu narsani Yamal sherik sifatida ko'rib turibdi. Endi tomon bo'ladi-da odam. Olise xotirjamroq o'ynayotgani asosiy sababi Harry Kane turibdi, naryoqda Luis Diaz turibdi. Baribir sheriklar muhim deb o'ylayman futbolchini nima qilishiga, keyingi qarorlarni qabul qilishiga-da. Faqat e'tibor bergan bo'lsanglar, to'pdan uzilmoqchi bo'lsa, Pedrini ko'rsa uzildi. Pedriga eng ko'p pas bergan futbolchi Yamal bo'ldi. Chunki o'zini darajasidagi futbolchi deb biladi menimcha faqatgina Pedrini-da. Olmo keyin Pedri ketgandan keyin zo'r o'ynadi, boshqa bo'ldi. Ammo Yamal bitta o'zi hal qila olishini tushunib turibdi. Ammo gol bor-ku, birinchi gol o'sha qizil kartochka hammasi Yamaldan boshlandi. Yamal to'pni oldirib qo'yishi bilan klassikoda ham shunaqa. Kunde o'sha joylarda yurdi, keyin Erik Garcia ham joyini yo'qotib qo'ygan hisobiga bo'shab qoldi. Markaz Alvares pas berdi. Men yaqinda Yamalni trivialalar buket qilingan, ya'ni hamma ko'p trivialarni yig'ilgan videoni qo'ydimda Instagramga bir daqiqadan ko'proq, faqat trivial. Keyin bittasi izoh yozdi, men ahamiyat qaratmagan ekanman, 90% Ferranga bo'lgan ekanda. Hech nima bo'lmagan keyin undan keyin. Yo yeta olmagan, yo tepa olmagan, nimadir bo'lganda. Shuning uchun shuni aytib ketmoqchiman. Ferran o'ynadi-da, ancha vaqt asosiy tarkibda o'ynagani uchun. Boshqa hujumchi bo'lgani boshqaga bo'ladi. Yamal bir alohida olam. Juda murakkab shaxs. Hamma talantli shunaqa bo'ladi. Messi bilan taqqoslanyapti. Hozircha erta nazarimda 18 yoshli Messiga buncha ko'p mas'uliyat tushmagan. U payt Ronaldinyolar bor edi. Albatta 2006-yil haqida gap ketyapti-da. U payt Barselona bonus bo'lgan. Messining fantastik harakatlari zo'r bola ekan bo'lgan. Hozir esa Yamal hal qiladi. Yamal borki, Barselona kuchli. Yamal bo'lib qoldi. Barsa bu Yamal bo'lib qoldi. Raul Madrid deylardi-ku hozir. Lamin Lona bo'lib qoldi. Shuning uchun bunchalik mas'uliyat, buncha yosh paytida uni ham tushunish kerak, bosim. Sal qoldi narigi tarafga ketib qolishiga, Neymar tarafga ketib qolishiga sal qoldi. O'ylaymanki, Flick ishladi bu masalada. Flickmi, busimi, kim bo'lsa ham ishladi bu masalada va yana ishlash kerak. Nega?
Chunki hozir Yamal bu mani darajam, bu mani darajam emas degan talab qo'yish mumkin emas jamoaga. Hozir u jamoa uchun maksimal foydali ishlab bersa bo'ldi. Shunaqa qilyapti lekin. Kapriz ruscha. Qaysarlik. Qaysarlik ham emas, injiqlik. Injiqlik. Injiqlikchi jamoani buzadi. Lider injiq bo'lsa, bu jamoaga yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun hozirdan Yamal to'g'ri bu bir u ko'yga tushadi, bir bu ko'yga tushadi, sochini o'zgartiradi, uni o'zgartiradi, buni o'zgartiradi, stadion bosimiga tushadi. Mana shunday tarzda u kuchli shaxs sifatida shakllanadi. Shunchaki o'zi uchun belgilab olgan masofadan ketib qolish kerak emas. Hozir ko'p sezyapmiz, o'sha trivellalar ham ba'zida shu mani trivellam, mani fishkam deb ishlatilyapti. Ba'zida. Lekin uni joyi bo'ladi. Misol uchun raqib kutmagandi. Mana Messi bilan solishtirib bo'lmaydi dedim, yana Messi bilan solishtiraman o'zim ham. Messi nimasi bilan fintlar ajralib turardi. O'zi oddiy edi, o'sha chap oyog'i bilan chaproqqa to'g'irlab olardi. Lekin bu narsani Messi hozir amalga oshirishi mumkin emas, iloji yo'q bo'lib turgan paytda qilardi. Yamal to'pni olyapti, pauza ushlayapti va hamma fikrida bilyapti Yamalning keyingi harakati nima. Chap oyoqqa to'g'irlaydi va tepishga harakat qiladi. Va zonani yopib tashlayapti Atletico. Shuni chorasini qildi ikkita o'yindan beri. Va bu narsa keyinchalik bir xillikni keltirib chiqarishi mumkin. Messida shu narsa yo'q ediki, umuman kutmagan joyda misol uchun shu ishni qilishi mumkin edi yoki umuman kutmagan joyda pas berib yuborardi. Shuning uchun hozir biz Messi bo'l degan talab qo'yishimiz kerak emas. Hozir biz uni ichidagi g'alayon qanaqadir bir noodatiy deb bo'lmaydi buni. Shu yoshiga mos deylik, o'zgarishlarni to'g'ri qabul qilib turib, lekin kimdir yuk tepasida turish kerak. Otasi lekin unaqa o'sha De La Fuente shuning uchun tepma deganda, hali demak har doim gapirib yurgan odamimiz shu bo'lgan. U hammanikini qabul qila olmayapti-da. Endi lekin xarakter ko'rsatishni boshladi. Lekin uni isyonida jon borda baribir. Sheriklari hadeb uvol qilsa, baribir futbolchi o'zgaradi. Juda qiyin-da boshqa. Mana hozir men ataylab qarab chiqdim gapirayotgan paytinglar. Messi o'sha 16-yil finalda o'ynamagan esimda-da. 19 yosh bo'lganda, normal, bundan 1 yosh katta bo'lgan. Jarohat borligini bilardim. Chelsea bilan 1.8 da chiqib ketgan ekan, jarohat olib 25 haqida. Lekin Messi bormi, yo'qmi bilmaganda Barselona. Ronaldinho bo'lgan, Eto'o hujumda o'ynagan, Deco o'ynagan. Rostdan ham bunga yuklatilmagan. Ya'ni Messi baxtli oilada o'sganda ko'proq bunga qaragan. O'tgan mavsumdagi puzzlda Yamal degan bo'lagi turibdi. Men o'ylayman, o'sha darajada turibdi. Agar u yaratayotgan imkoniyatlarga oldingi chiziq vakillarini qo'shilganda harakati, unda biz yana o'sha Barselonani ko'rardik ko'p ehtimol. Hozir ko'rmayapmiz, juda pasayish o'sha boshqa futbolchilarda. Shuning uchun keyin uni isyonini-chi murabbiy ham yaxshi qabul qilyapti. Ya'ni ba'zi vaziyatlarda agar murabbiy qabul qilmasa yoki qalay neytral qolsa, unda siz aytgandek bir jamoani o'yiniga ta'sir o'tkazib qolishi mumkin. Flik qo'llab-quvvatlayapti. Bitta solishtirish aytaman Davron. Messini hayotidagi eng zo'r o'yinlar tahlil qilinadigan bo'lsa, men ichimda hozir o'ylayapman, birdan o'tadi-yu faoliyat. Messi yutgan o'yinlar ko'riladi. Masalan, Ronaldo bilan ham shunisini taqqoslashardi. Ronaldo yutqazgan o'yinlarda ham gol urgan, Chempionlar Ligasida muntazam. Messida yutqazilgan o'yinlarda gol yo'q-da. Umuman pas ham yo'q bo'lib qoladi. Hali jamoa bilan bir xil so'nib qolish bo'lgan. Boshlang'ich nuqtalarda 4-0da gol urmagan. Ronaldo 4-1 yutqazib kelganda ham bitta gol urganda, 2-0 qilganda. Juventusda ham hali yutqazilgan o'yinlarda hali kurash jamoadan alohida o'zi ham kurasha oladigan xususiyatga ega. Messi jamoaga bog'liqroq o'yinchi-da. Yamal hozir Ronaldo ham bo'layapti bu jamoada. Ya'ni kurashishga to'g'ri kelyapti. Eng zo'r o'yinlarni mana kecha Flik ham intervyuda aytib o'tyapti. Eng katta o'yinini o'tkazdi bugun deyapti-da. Naqara. Yamal. Undan oldin Inter bilan o'yinda ham eng zo'r o'yin edi. Yaqinda 3-0 hisobida yutqizig'li yutug'ida ham eng zo'r Yamal o'ynadi. Haddan tashqari zo'r. Yamal deganda biz hozir yutgan o'yinlar emas, hali Ispaniya terma jamoasining yorqin o'yinlari, unda boshqalar ham bor-da. Kukurella ham bor, Unuzi ham bor, hali Nico Williams ham bor. Yamal aynan mana shunaqa qiyin paytda, shu 18 ga kirgan bola, 2 yil, 3 yil ichida
gavdalanadigan bo'lib qoldi. Og'ir o'yinlardagi eng zo'r futbolchi. O'zi men ham shuni aytyapman-ku, butun Barselona Yamalga bog'liq bo'lib qoldi. Yamal mas'uliyati Messinikidan baland. Yamal lona bo'lib qoldi. Barselona hamma tomonlama hozir Yamal lider bo'lib berish kerak. Meni bittagina unga xavotirim hozirgi yoshdan deylik qaysidir sherigini o'yini chiqmayapti. Qaysidir joyda tarkibda muammo bor. Joyda Barselona o'yini chiqmay turibdi. Lider shunaqa payt nazarimda jamoani qaytangi birlashtira olish kerak. Uni injiqligi aksincha bo'lib yuboradi-da. Shu narsani agar yo'lga qo'yib olsa, agar shu narsa bo'yicha ham deylik o'sha Pedriga o'xshab, endi bar bular ikki xil odam-ku. Aytmoqchimanki, hatto ish zo'r paytida hamma ham lider bo'la oladi, lekin yomon paytida aynan Yamal aytish kerak, san to'g'ri o'yna, san jahlingni yig'ishtirib ol deb turib, murabbiyni maydondagi bir elchisiga aylanib turib, shunaqa narsa kutaman. Endi mana shunaqa, endi hozir menimcha juda shunaqa ham qilib ko'rdi-da bir ikki marta. Lewandowski bilan urushib yurdi. Keyin yaqinda o'lmoni urushib berdi. Qilyapti, faqat endi yosh-ku baribir. Mana shuni aytmoqchi edim. Biz ham hozir misol uchun wunderkind sharhlovchi chiqadigan bo'lsa ham, zo'rligini bilsak ham, qo'yay deydi-da. Endi misol uchun bir ikkita to'g'ri gap gapirsa ham qabul qila olmaslik bo'lishi mumkin. Aytaymi shu mana Yamalda nima bo'lyapti? Mana yoshi ham rol o'ynayapti-da. Yoshi ham keyin titul bor, katta titul. Mana Chempionlar Ligasida 10 yildan beri yo'q. Mana Yamal bilan Chempionlar Ligasini yutiladigan bo'lsa, unga hozir mana uni yetakchiligi norasmiyda. O'sha titul uni rasmiylashtirib beradi, hujjat bo'ladi. Mayli, endi juda ko'p gaplashdi, hozir Atletico muxlislari juda xafa bo'ladi, chunki Alvarosning chiroyli goli bor, gaplashmadik, super golda endi bu. Hali naryodagi o'yin bor, juda vaqtimiz kengayib ketib qoladi. Atletico zo'r o'ynadi, aqlli o'ynadiki, birinchidan o'sha jarima zarbasi juda ijro nuqtai nazaridan Alvaros super ijro qildi. Ikkinchi taymda Sörlotni tushirib, ya'ni nima qilish kerak bo'lsa, shaxmatda bitta katta figurasidan ayrilib qolgan raqibga qarshi nima qilish kerak bo'lsa, shuni qildi. Shaxmat hozir trendda-yu, Sindorov da'vogarlar nimasida harakat qilyapti, shuning uchun shaxmatni qo'shib ketdim. Va Simeone o'sha Sörlot bilan ikkinchi golni ham urib oldi va o'ta komfort hisobda Metropolitanoda endi o'yin o'tadi. Hali fikrlar ko'p bilaman, lekin majburman o'zgartirishga. Ya'ni Parijda bo'lib o'tgan o'yin 2-0 g'alaba qozondi Enrike va Liverpool yana juda ham yomon o'yin ko'rsatgani aytilyapti. Birinchidan sxemani o'zgartirdi, kutilmaganda. Ikkinchidan o'yinni u keyin umuman haligi nima deydi, himoyada o'tkazishga rozi bo'ldi va baxtiga unaqa ko'p jazolab tasha olmadi. Ikkita gol bilan. Enfieldda umid bormi? Enfieldda nimadir qilish mumkin. Men Barselonada bor deb o'ylayman. Misol uchun, Barselona javob uchrashuvini mehmonda o'tkazsa ham. Lekin Liverpoolga Enfieldda ham ishonmayman. Chunki shu darajadagi 2-0 aldamaslik kerak. Umuman Liverpool kelmaganda tuyuldi-da. O'sha boshida sxema chiqqan paytda o'zi hamma nahotki Slot shunchalik qo'rqyaptimi, Durang uchun keldimi deyildi. Gol ham endi hali Duye tomonidan dahshatli kiritilgandan keyin bu jamoaga yanada zarba bo'ldi. Keyin yana Salah muammosi paydo bo'lishni boshladi. Ijtimoiy tarmoqda chiqarib yana o'chirib yubordi. Salah sal hayotda adekvat emas odamdek tuyuladi. O'zi yaxshi inson bo'lishi mumkin. Bo'ladi-yu, qiyin paytlarga tayyor emas odam bo'ladi. Misol Yamalni rosa gapirdik 18 yosh. Lekin bu endi yaxshi ma'noda ho'kizdek bo'ladi. Shu yoshga yetgan yaqinda janjal qildi, g'alati chiqdi. Misol uchun yaxshi ma'noda ho'kiz. Yo'q. Misol Ronaldo shu ish qilgan. Ronaldoning masshtabi kattaligidan bor-ku. Ronaldo bitta jurnalist bilan gaplashib, sidirib ketdi. Manchester United, to'g'rimi? Misol o'sha payt Ronaldoni ko'pchilik oqlamagan bo'lsa ham, lekin masshtab shunaqa baland ediki, Ten Hag-yu Manchester ichkaridan gapirib bitta jurnal bu o'zi o'sha payti isyonini yoki fikrini bildiraman deb Norvegiyalik blogerga intervyu bergandan bilsa bo'ladi o'sha payti birinchi chiqqanda. Va keyingisi ijtimoiy tarmoqda chiqyapti, zaxirada o'tirish azob, bu zaxiradan tushganingda ham ko'ryapmiz. Endi haqiqatan degradatsiya bor, boshqa bor. Bu ham muammo-da, ya'ni keyingi o'yinda ham yana muammo bo'lishi mumkin va muxlislar armiyasi ikkiga ham bo'linishi mumkin. Salah tomoni baribir Salah o'ynamaganligi uchun, lekin Salah o'ynayotganda paytda APLda ko'ryapmiz. U qanaqa darajada penalti ham, hamma narsa uvol bo'layotgani, Husani bir yiqilib qaytib turib ham undan to'p olib qo'yayotgan. Shuning uchun Liverpoolda muammolar qancha ko'p bo'lsa, shu hammasini menimcha kecha PSG ko'rsatib berdi va yomon tomoni PSG hali yarim kuchini sarflab
o'ynagandik. Men keyinchalik haligi obzorni ko'rib chiqdim. Juda xohlasa qo'shadi ekanda. Ertaga Enfieldda ham shunaqa o'ynaymiz degandek o'ynadi. Men javob uchrashuvlarining ichida Arsenaldan ko'ra eng oxirgi intriga PSG shu deb yerda o'ylayman. deyiladi. PSG deb o'ylayman. Eng kam intriga shu yerda. Chunki jamoalar o'rtasida nomlar turibdi. Ha, Liverpool qaysidir o'yinda otib qolishi mumkin o'sha javob uchrashuvida 4-0 yutganda. Lekin u Galatasaray edi. Mehmonda o'yna olmaydigan Galatasaray, uni oldindan ham aytilgan. Lekin PSG mehmon bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha tarkibidagi futbolchilar o'zini tutishi, vaziyatlar yaratishi, yana hali 4 ta 5 ta vaziyati bo'ladi bitta o'yinda. Davron aka, sizda bu qarama-qarshilik, kechagi o'yin o'zi umuman mana Due hamda Kvaratskhelia, endi Mamardashvili baribir birinchi gol g'alati kirdi. Zo'r ijro qildi Due, gap yo'q, lekin qo'lini tepasidan o'tkazib yuboryapti. Lekin sal oldin aniq zo'r o'ynadi, Dembele kirib ketdi-yu. Ha, mana 11-daqiqada urilyapti bu gol. Gezira Due 11-daqiqada gol uryapti. Keyin o'sha men ham majbur bo'ldim keyin obzor va anaqani o'rganib chiqishga. Ya'ni birinchi taym o'zida 35 daqiqa bor Liverpulni moslash uchun. Liverpul nima qilyapti? XG 0.00. Zarba 0, hujum 0. Qanaqasiga Enfieldga 0-1 bilan ketish niyatida. Ha, umumiy 0-17 butun uchrashuv davomida qachonki san uchrashuvni 90 daqiqasini kamchilik gol o'tkazgan holatda o'tkazyapsanki, urishga majbursan. Qanday unaqa o'ynash mumkin? Hatto misol Sporting ham hujum qildi-da Arsenalga qarshi. Ha, ya'ni yutqazayotgan jamoa pozitsiyasida turib, mana boya aytdilar-ku, Real gol o'tkazgandan keyin yanada ochilib ketdi, qo'shdi. Hamma qo'shish kerak o'zi. Ayniqsa Liverpool. Misol to'g'ri, PSG Chempionlar Ligasi g'olibi, hozir balki eng yulduzli tarkibga egadir. U tag'in ham 1 yil oldin biz eng yulduzli deb bilmasdi PSG. Yutgandan keyin yulduzli, titul shunaqa holati Liverpoolda o'sha eski an'analar, ancha yildan beri stabil o'yin. Salah xarakterida nimadir borligi, o'ziga yarasha bir kompleksi borligi oldindan ma'lum. Negaki u klub davrida ham janjal qildi-da. Masalan, Slot bilan kelisha olmayapti desak, klub davrida ham jamoaning ichida qanaqadir isyon ko'tardi. U hujumdagi eng zo'r tandem bo'lib ketayotgan joyda Mane bilan ham janjal qilgan. Mane bilan ham janjal bo'lib, Mane yopdi o'zaro gaplashmay yurishgan. Bor unda shunday. Endi o'sha vaqtlarda yopilib ketadi, o'yini yaxshi edi. Hozir o'yinida pasayishdi, hozir yopilmayapti bu narsalar. Shuning uchun Slot qanchalik hozir tanqidga uchramasin, Salahni zaxirada qoldirganini bir normal qabul qilaman. To'g'ri qaror bo'lsa kerak, shunda bor nimadir deb o'ylayman. Lekin Liverpoolda rostdan ham javob uchrashuvida nimadir qiladigan resursi o'zi yo'q deb tuyulyapti. Birgina misol Sabaslayga ishonib qolgan jamoa uni ham har xil pozitsiyada o'ynayotgani, yutqizayotgan joyda Liverpoolni hujum qilmayotgani gap hujumchisi yo'qligida emas, xarakteri yo'qligida. 2-0 dan xarakter olib chiqib ketadi-yu. Yo, o'zi kecha juda Slot g'alati deyman, endi u ham majburda. Masalan, kecha 3 markaziy himoyachi bilan mavsumda birinchi marta o'ynadi deyishyapti-da. Birinchi marta, ya'ni shunaqa o'yinda birinchi marta o'ynashga majbur bo'ladi. U ham hali komfort hayotdan, maza qilgandan emas. Yo, o'zi qo'rqsa oxirigacha qo'rqadi. Misol uchun Atletico kecha qarshi hujum programmasi bilan kelgan-ku, dasturi bu. Bitta o'yinchi ko'p bo'lib qo'ygandan keyin shunaqa o'ynayverdi-yu. Boshidagi qo'llanma ishlayveradi-da. Boshidagi sozlamalar o'zgartirib. Barselona 0-1da 10 kishi bo'lib ham hujum qildi-da. U ham shu. Boshqa yo'li yo'q. Barselona bilamiz-ku. Endi javob uchrashuvi Enfieldda ko'ramiz. Enfieldda o'zini nima atmosferasi bor deyiladi. Agar shu uyg'otib yubormasa, muxlislar bir narsa qilib, shu uyg'otib yubormasa, lekin bu salom baribir, masalan, hali titul yutmagan PSG bo'lganda ham dovdirab qolish mumkin dirdik. Lekin bu PSG ancha o'ziga keldi va xuddi Bavariyaga ishlatgan gapim, Bavariya emas. Nima bitta misol keltirdik-ku, Bavariya yuqorida turibdi. Ha, o'shanda PSG ham endi ko'tarilib kelyapti. PSG ham yaqinda chempionatda raqobatda turgandi Lens bilan, lekin o'tib ketdi hozir yana. Ya'ni mana shu 2-3 ta turda hal bo'ldi hammasi. Odatda bu vaqtda chempion bo'ladi. O'tgan yili shu vaqtda PSG chempion bo'lgandi Fransiyada.
Ko'ramiz, qiziq bo'ladi javob uchrashuvini kuzatish, lekin mana Xayrul akada kutilmalar intriga koeffitsiyenti bo'yicha eng kam intriga shu yerda deyaptilar. Mana Davron akada har xil, mana menda ham sal boshqacharoq fikr ko'ramiz. Endi bundan javobini hammasini javob uchrashuvlaridan so'ng olamiz. Bugungi suhbatga esa mana 1 soatdan oshdi. U yoki bu mavzuga balki kira olmagandirmiz, chunki juda kam imkonimiz 1 soat o'zi ko'rish vaqti bir qulay, undan oshib ketadi deb o'ylayman. Shuning uchun harakat qildik. Obuna bo'lib qo'ying, fikrlarni yozing. Nasib bo'lsa, mana shu suhbatda yozilgan fikrlarni, savollarni biz o'rtaga tashlaymiz. Va